Bismillah, yana bitta mebelimizni sotganmiz, magazindan sotganmiz. Razmeri 240 bunisi, yoniga saksovli yasab berganmiz. Bunaqasiga burib qo'yar ekanlar yoniga. Sal joy tashab. Har doimgidek 240, o'sha yaxshi ketayotgan model, material akril bo'ladi. Tagida planka bo'lmaydi. Polni eshik, original 85 oyoqlari bilan oyoqlarning ichiga solib qo'yganmiz. Salichni ham yaxshisi. Uchkasi qo'yilmagan, ustida salafani bor buni, mana shilsa bo'ladi. Chiroyli rang bo'ladi. Zo'r ketyapti mana shu o'zi. Ruchkalari ichiga solib qo'yamiz, ruchkalari qo'yiladi. Like, podpiska bosinglar, gilamni ertalabdan yukimizni chiqaryapmiz. Bunisi 80 razmer, balandligi buniga ham xuddi shunaqa bo'lib ketgan. 80 qilib berganmiz, yoniga qo'yib qo'yarkanlar. Ruchkalari ichida. Like, podpiska bosinglar, gilamni ko'tarilib ketinglar bizni ham. Mebel oluvchi tanishlarga bo'lsa jo'natib qo'yamiz. Razmer asosida yasab beraveramiz. Buni katta kichkina qilib ham yasab beraveramiz. Kromkalar plasmastik kromka bo'ladi. Tortmalari ham zo'r. Eshiklar vakuum. Mana bunaqasiga 60 yevroga yig'ilgan. Yana nima kerak? Xudo xolasa rang asosida yasab beraveramiz, ko'p yasaganlarimiz.